Qarang, birinchi navbatda kun bilan o'lchab bo'lmaydi bu narsani. Bir, ikkinchisi sizga vazn tashlash nimaga kerak? Gollivudga $10 million rol o'ynagani ketyapsizmi? Bunaqa rejalar bilan menga savol bilan murojaat qilmanglar. Sabab, masalan, kecha bittasi yozyapti. Men erga tegishim kerak. Tez yeting, men oziq olishim kerak deydi. Nima qilasiz? Erga tegandan keyin semirib ketaverasizmi? Yoki hozirgi ishingiz 15 kunda bitishingiz kerak bo'lgan ish bitgandan keyin bo'ldimi? Tamoman yana oldingi holatga qaytasizmi? Bunaqa yuzaki, bunaqa mantiqi kam rejalar bilan chiqmanglar. Iloji boricha bo'ladigan jiddiy masalalar bilan chiqing. Chunki vaznni nazorati, vaznni boshqarish, to'g'ri ovqatlanish bu inson bugun va umrining oxirigacha qiladigan rejalar. 15 kunda oziq olishim kerak. Bor bunaqa odamlar. Qattiqsiz Gollivudda aktyorlarda shunaqa shart qo'yiladi. 3 oydan keyin sen rolga chiqishing kerak. U rolda sen misol uchun aytaylik 10 kilo hozirgi ahvolingdan ozg'in bo'lishing kerak. Senga biz $10 million to'laymiz shu rolni o'ynashingga deydi. Ana u oladi, $500 ming oladi-de, hamma narsani trenerdan tortib, ovqat pishiradigandan tortib hamma narsani sotib oladi-de, keyin o'sha 10 kilomi, 15 kilomi ozadi. Bizda nima? Siz 15 kunda nima qilasiz? Misol uchun $10 million rejangiz bo'lsa, unda arziydi bu harakat. Bo'lmasam bo'ladigan reja qilinglar.